Amerikaga borganimda mana shunga o'xshagan qurollardan foydalanish mumkin. Ularda ruxsatnoma beriladi. Tir otardik-ku. Hozir ham bor bu narsa. Hattoki shu tirga ham bizda ruxsatnoma kerak. Bu yaxshi. Bolalarimiz ko'chada o'ynab yurganda o'ylamaymiz, odamlar quroldan bemalol foydalanyapti deb. Shu sababli ham bizning yurtimiz tinch hisoblanadi. Nima qurolimiz bugungi kunda bir $500 atrofida turadi. Mana bu yerda qurolli oppoq dodasi. Mana bu yoqda gaz to'planar ekan. Mana bu yerda. Gazli deyiladi. Bu mana bunga qaraganda 2 barobar kuchli hisoblanadi. Buni ham hozir bitta testga olib kelib qo'yganmiz. Menga akalarimiz maqtanishdi. Yangi mahsulot ishlab chiqaramiz. Qurolni otsangiz ham, yoqsangiz ham, suvda cho'ktirsangiz ham bardoshli deyishdi. Men bilasizlar, uncha lag'monlarga ishonavermayman. Mani obunachilarim ham lo'q emas. Shuning uchun hozir hammasini birma-bir ko'rsatamiz. Xo'p, buni qaranglar, lekin men buni yorib ochdi-da. Mana magazin ekan, avtomatga o'xshaydi ekan. Mana bitta предохранителni o'chib qo'yar ekanmiz, mana bunday qilib zaryad qilinar ekan. Voy lekin bitta bo'lsa shup qiladi. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz. Qani aka, panellarni olib chiqinglar. Obunachilarimiz ichida ayollar bo'lgani uchun jaydari qilib tushuntiraman bolalarga o'xshab. Qaranglar. Mana bu o'zimizdan ishlatib turgan displeyimiz. Ko'rasizlar, apilkasi yiriroq bo'ladi. Keyin MDF nima deyiladi? MDF bu apilkani yana ham maydarog'i, o'shani presslangan holati. HPL zavodimizda ishlab chiqarilgan mahsulotimizda qaranglar, juda ham prochniy deyishyapti. Mashina test qilamiz, mana bu yonini yaxshilab qara. Nimaga o'xshayapti? Plastik emas, lekin bu qog'ozi shunaqangi katta temperaturada qizdirilib 4000 tonna bilan bostirilar ekan. Zichlashib ketar ekan. Ichiga qurt qumursqa bakteriya ham kirmas ekan. Xullas buni nimaligini sizlarga ko'rsatish uchun hozir testimizni davom etamiz. Videoni oxirigacha ko'rib bilib olasizlar. Dizaynerlar yangi mahsulot chiqdi. Tayyorlaninglar, sizlar uchun bu video. Mana shu partamiz ham HPL dan qilingan ekan. Bilasizlar, MDF yoki DSPdan qilinsa, chekalari kronkalanadi. Bu yerda shart emas, shuni kesiladi, qo'yiladi, bo'ldi, parta yotib o'tadi. Mebel shiklar. Menga tema lekin. Birinchi qurolimizni 1 deb hisoblaymiz. Xullas hammasiga otib chiqdik. Boyaga aytganimdek hammasiga 1 deb belgilab chiqamiz birinchi qurolimiz bilan. Endi ikkinchi qurolimizni otamiz. Mazzami? Yaxshi poylamanman, lekin 2 marta otdim shekilli. Men 2 marta otib ketdim. Mayli, buni ham hisoblaymiz. Buni 2 deb hisoblaymiz. Kuchli qurolligi bilinib turibdi. Endi bizga eng qizig'i orqa tarafi bo'ladi. Testimizni davom ettiramiz. Bu yorib yuborilgan. Ikkinchisi ham yorib yuboribdi, faqat mana bu temir bo'lgani uchun ozgincha ushab qolgan. Mana biz maqtayotgan HPL umuman teshib o'tilmagan. Demak, DSPdan kuchli bo'lib chiqyapti. Xo'p, MDF ham maqtasa bo'ladi. Gap yo'q, MDF dan ham o'tmagan ekan. Mana oldi tomonida ko'rasizlar, bu yerda ham ikkita teshik hosil bo'lgan. Aytishinglar mumkin, mana bu yerda tochka bo'lib qoldi-yu, mana bu yerda ham tochka bo'lib qoldi. Nimaga bu yerda ham yorilib qoldi deyishinglar mumkin. Sababi buni zichligi juda ham zich bo'lgani uchun ichkariga kirolmagandan tashqariga kelib basharasini buzib yuborgan. Bu yoqda yumshoq bo'lgani hisobiga ichiga kirib keta qolgan. Hech qanaqa qarshilik bo'lmagan. Bu yoqda ham xuddi shu ahvol. Yana boshqacharoq test qilamiz. Bu uje yutqizdi. Hozir ikkita g'olib bor. Keyingi testimizda bu bardosh bera olaydimi-yo'qmi ko'ramiz. Montaj emas, haqiqiy yoqish bo'pti. O'rtacha bir 5 sekund tushimiz ham 10 mi? Ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz. Ketdi. Xo'p. Qaranglar, yonyapti. O'xdi, bu ham yonyapti. Yaxshi, yomon emas. Tekshiramiz. On sekundcha bo'ldi bu ham. Qaranglar, yonyapti bu ham. Xo'p, endi o'zimizning HPLimizni tekshiramiz. Umuman yongani yo'q. Ko'rasizlarmi? Chirsilladi-yu, lekin yonmadi. Mana bu lekin go'zalligini qaranglar. Xo'p, testimizni ko'rdinglar, akalar. Bular yondi, mana ham yondi. Bu umuman yongani yo'q. Zichlikni hisobiga chirsilladi, zichlikni hisobiga yonish imkoni deyarli yo'q. Agar o't-bo'tda yong'in chiqadigan bo'lsa, bu kuyib, to'kilib tushishi mumkin, lekin yonishga yordam bermaydi. Bu mahsulotlarimiz esa o'zingizlar bilasizlar, yonishga ham yordam beradi. Hozir yana ozgina ushlab turganda polni yonib turardi. Boya birinchi testimizda yonib turgan edi.
180 barrel lavor apparatdan foydalanamiz. Karcher ekanligini bildirish uchun mana sep ko'rsataman, qaranglar. Hozir mana bu yerda bitta nuqtaga uradigani bor, bu kesadi. Lekin undan oldin mana shu ko'rinishda ham bitta foydalanamiz. Uka. Mana bu apparat. Mana bu DSP. Kimni muttahamligini ko'rib qo'yamiz hozir. Mana o'sha yog'och chiqib ketdi. Ozginadan keyin bu o'zi ishishni boshlaydi. Mana ko'rasizmi? Qog'ozga o'xshab qoldi. Endi men o'zimizning legendarniy mahsulotimizni ishlatamiz. Buni hali beri buni tesh olmaymiz. Hozir yana ham plankani ko'taramiz. Men aytardim, buni qachon ishlatamiz deb. Men Tesla'da ishlatar ekanmiz. O'ldiradi bu. Ketdi. Mana titib tashlaydi mana. Karcher apparat bilan o'ynashmaylar. Mana shunaqa titib tashlaydi. Voy, yaxshi ham formani kiygan ekanman, bor. Ochkilarimgacha mana sanchilib ketdi. Mana qara, qog'ozini chiqarib tashladi. Titib tashladi mana. O'zi bu quroldan ham kuchli narsa-da bu Karcher apparat. 180 bar mashinaga mashina yetar ekan, xullas. Ketdi. Oxirgi o'zimizning legendarniy HPL mahsulotimizning yakuniy testini qilamiz. Ketdi. Kechgacha mashinaga o'tirsak ham teshilmaydi, ishoninglar. Miramir toshidan ham baquvvatga o'xshayapti. Hech narsa bo'lgani yo'q. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu oxirgi testni menimcha hamma savolingizga javob oldinglar. Hozir ichkariga kirib batafsil ma'lumot ko'rsataman, nimaga bu ishlatiladi. Qani ketdik. Testni yana bitta papasini qilib ko'ramiz. Voy, sakrab bordi-yu. Hozir buni ustiga mashina chiqardi, bitta ustida chiylatib ko'raman. Qanaqa effekt bo'ladi. Material yengil emas, og'ir ekan, lekin ikkita tarafi bir xil bo'lgani menga yoqyapti. Yemasa yana bitta test qilamiz. Ham qaranglar, ballon bilan normal ish qildim. Xos, buni ketkizib ko'ramiz. Ketmas ekan-u. Ketmas ekan. Gap yo'q, lekin ani qorayib ham qolgani yo'q. Bitta tomoni matviy qoralarni ovalar ekanda, ama yaltiroq tomoni qoralarni umuman olmas ekan. O'ziga xos crash test qildik. Xullas, mashinamiz 2 tonnadan sal oshiroq, ya'ni elektromobil, batareykasi og'ir bo'ladi. Va bu nimaga ishlatiladi? Sizlarga ichkarida ko'rsataman davomini. Biz har doimgidek Texnopark zavodidamiz. Bilasizlar, bir nechta mahsulotlar ishlab chiqariladi. HP panellarimizni mana har xil ranglari bor, har xil shaklda dizaynlari bor. Akalar, buni bitta mazza qoragan tomoni, oldin tadbirkorlarimiz ushbu mahsulotni Italiyadan, Turkiyadan olib kelishgan. Hozirgi kunda Markaziy Osiyoda faqat biz chiqarar ekanmiz. Mazami, buni nimaga ishlatsanglar bo'ladi? Dekorga ishlatsanglar bo'ladi. Mebellarga ishlatsanglar bo'ladi. Ichki, tashqi fasadlarga, interyerlarga ishlatsanglar bo'ladi, dizayn qilib. Va oshxonani agar kafilni qilmayman desanglar mana kafil o'rnini ham bosadi. Miramir, granit toshni ham o'rnini bosadi. Yoki bo'lmasa tualet biznesi bilan shug'ullanadiganlar, akalar mana oldi orqasi ham bir xil rangda va juda ham prochniy. Ranglarini tanlayman desanglar, har xil ranglari bor, har xil dizayndagisi bor, miramirlisi bor. Xullas, O'zbekistonda shunaqa mahsulotlar chiqar ekan, biza bilmay yurgan ekanmiz. Xullas, dizayner akalar, quruvchi akalar O'zbekistonda shu narsa chiqyapti, ya'ni chet eldan olib kelib sotib olamiz degan narsalarga ishonib o'tirmanglar. Akfa Build chiqaryapti. Xullas, akalar, mahsulotning papasi O'zbekistonda chiqyapti. Men bir qilib g'ururlanib ketaman, o'zimizning O'zbekistonda ham shunaqa mahsulotlar chiqaryotganiga. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston o'zbeklarimiz bor, kuzatayotgan. Kelinglar, olib qolinglar, o'zingizlarning mamlakatingizda sotinglar. Xudo xolisa, ishlab chiqarish jarayonini sizlarga alohida video qilib ko'rsatib beraman. Bu mahsulotlarimizni rangi o'chmasligiga, bizda bilasizlar, qish sovuq, yoz issiq, ranglar o'zgarib, deformatsiyalanib ketadi. 10 yil garantiya rang o'zgarmasligiga, ana gursillarda 50 yil sifati o'zgarmasligiga. E'tiborli uchun rahmat.